Bugun qizimga perikusda yeyish uchun olmali vaflilar tayyorlaymiz. Uyda qolib ketgan olmalarni yaxshilab yuvib archib olamiz. Qirg'ichning mayda tishidan chiqarib olamiz. Ketidan koritsa qo'shamiz. Koritsa ta'mni tabiiy shirin qiladi, antimikrob xususiyatiga ega, organizmni viruslardan himoya qiladi. Tuxum, sut, sariyog' solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bolajonlar uchun har doim tabiiy sariyog'dan ishlatamiz. Miya va xotira uchun yordam beradi, energiya manbai hisoblanadi. Bolajonlar uchun ich qotishda ham yordam beradi. Oddiy un va ovsyanka unidan solib, razrihli solib aralashtiramiz. Vaflnitsani qizdirib, ketma-ket vafllarimizni pishirib olamiz. Har bitta pishirishdan oldin yaxshilab qizdirib, sariyog' surib, pishirib olamiz, chunki yopishib qolish ehtimoli bor.